Hozir esa men sahnamizga bir hurmatli insonni taklif etmoqchiman. Demak, qarshi olasiz Guldiroz qarsakilar ostida O'zbekiston Yoshlar Ittifoqi Markaziy Kengashi raisi, Yoshlar kelajagimiz jamg'armasi direktori Sattorov Xayrullo Fayzulloyevich, aynan Navoiy farzandi Guldiroz qarsaklar bo'lsin. Va azizlar, hozir yana bir Navoiy o'g'lonini taklif etamiz. Bu yigit Rent Edu degan ajoyib bir startup yaratgan, ya'ni talabalar yotoqxonasiga ko'mak beruvchi startup. Mana shu startupni egasi Baxtiyorov Suhrob taklif etiladi Guldiroz qarsaklar ostida. Marhamat. Endi azizlar, mana shu yigit Suhrobjon Yoshlar Venture jamg'armasidan startupi uchun qarsakni baralla chalishinglar kerak. Hozir $60,000 grant mukofoti taqdim etiladi. $60,000. Ofarin, tabriklaymiz. Endi buyora kelmasangiz bo'lmaydi. Xo'p, xayrilla sizga so'z beramiz. Marhamat. Assalomu alaykum aziz navoiyliklar. Hammalaringizni ko'rib turganimizdan xursandmiz. Ko'p vaqtlaringizni olmoqchi emasman. Bugun bayramchilikni nishonlash kerak. Bitta savolim bor, bitta tavsiyam bor, bitta niyat qilamiz birgalikda. Savolim shundan iborat. Sizlarni eng ko'proq kim yaxshi ko'radi? Bilamiz, ota-onamiz yaxshi ko'radi, yaratgan yaxshi ko'radi, yaqinlarimiz yaxshi ko'radi. Lekin bir narsa eslaringizdan chiqmasin. Hurmatli prezidentimiz ham sizlarni juda ham qattiq yaxshi ko'radilar. Bizlar yoshlar tashkilotida ishlab, bugungi kunda nima masala qo'yadigan bo'lsak, hammasini ijobiy kesimiga qarab belgilab qo'llab-quvvatlab kelyaptilar. Bu hammasi shundan dalolatki, sizlarni juda ham yaxshi ko'radilar yoshlar. Savolim shundan iborat. Endi tavsiyamni aytadigan bo'lsam, tavsiyam hurmatli yoshlar. Ilm doim vosita, lekin natija esa tartibda, axloqda. Shu uchun go'zal xulq bilan, vaqtida, tartib bilan hammasini joyiga qo'yadigan bo'lsalaringiz, o'qishlaringizni ham, sport bilan shug'ullanishni ham, o'rinlaringizga ega bo'lishlaringizni ham tartib bilan qo'yadigan bo'lsalaringiz, Suhrobjonga o'xshab bugungi kunda kamida $60,000 mukofot sovrindori bo'lishlaringiz mumkin bo'ladi. Endi niyat qiladigan bo'lsak, bitta niyatda oldi turibmiz shoyida. Hammamiz bilamiz. Bitta hammamiz agar Xudodan qattiq niyat qiladigan bo'lsak, O'zbekistonimiz chempion bo'lsin desa agar, kim qo'llab-quvvatlasa, bugungi kunda Olg'a O'zbekiston deb baqirib beradi. 1, 2, 3. Rahmat sizlarga. Sog' salomat bo'linglar. Tashakkur, minnatdorlik bildiramiz